Men ularga klinikada ishlayotgan doktorlarni nomma-nom erinmasdan tavsiya qilgan edim. Ular aynan mana bu doktorni tanlashgan edi. Doktor Vivekovich, Fortis klinikasini bosh direktori. Jigar o't yo'llari bo'yicha eng mutaxassis doktorlardan. Dehlida oltin qo'l sohibi unvoniga ega bo'lgan. Aynan mana shu doktorni tanlab, xullas ketishgan edi. Hayotda dehqon odamni xursand qiladigan narsa nima? Meni bilishimcha, yerga ekinni ekadi, qo'lidan kelganicha mehnat qiladi. Hosilni xirmonga yiqqandan keyin bundoq daromadni ko'rib, juda ham xursand bo'lib ketadi. O'sha yoz bilan qilgan mehnatlarini charchog'i xirmonga qaraganda hammasi chiqib ketadi. Shunday emasmi? Hozir menda shunday bo'ldi. Bundan 8 oy oldin Hindiston Dehli shahriga bir bemorni aynan shu ishxonamizdan jigar almashtirishlik uchun Hindistonga jo'natib yuborgan edim. Andijon viloyati Jalaquduq tumanidan Alisher akamning oilasi. Mana hozir kelishdi. Bularga 8 oy vaqt o'tibdi. Ya'ni do'ppi bir aylanib 8 oy vaqt o'tibdi. Hozir biz ular bilan suhbatlashdik. 8 oy oldin kelganda Iqbol opani ahvoli qanday og'ir edi, hozir qanday? Men ularga klinikada ishlayotgan doktorlarni nomma-nom erinmasdan tavsiya qilgan edim. Ular aynan mana bu doktorni tanlashgan edi. Doktor Vivekovich, Fortis klinikasini bosh direktori. Jigar o't yo'llari bo'yicha eng mutaxassis doktorlardan. Dehlida oltin qo'l sohibi unvoniga ega bo'lgan. Aynan mana shu doktorni tanlab, xullas ketishgan edi. Oradan bir qancha vaqt o'tib o'zim ham borgan edim, xabar oldim. Iqbol opani ahvoli to'g'risi juda ham achinarli holat edi. Mana hozir kelishdi, 8 oy o'tibdi oradan. Juda ham xursand bo'ldim. Nima uchun men dehqonni xirmoni, dehqonni hosilini yiqqandagi xursandchilikni bir eslab o'tdim. Mana bizning xursandchiligimiz nimada? Go'yoki 8 oy oldin ekib qo'ygan urug' bugun hosilini beryapti. Ya'ni bularni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Donor ham zo'r, bemor ham zo'r. Hozir men so'zni ularga beraman, videoda batafsil ko'rasizlar. Menga ta'sir qilgan joyi shu bo'ldi. Peresadkaga borishdan oldin 700 ming so'mdan, har bir donasi 700 ming so'mdan dori olganman. Ukol dori olganman. 100 dona qancha bo'lib ketadi? 70 million. 70 millionlik dorini o'ziga qabul qilyapti-da, lekin hech narsa o'zgarmayapti. Oxiri Dehliga qarab uchib ketyapti. Mana alhamdulillah Iqbol opaning holati juda ham yaxshi. Hammadan minnatdor. Doktorlar va tarjimonlar. Mana shuni hozir o'zlariga beraylik so'zni. Qanaqa xursandchiligini birgalikda inshaalloh ko'ramiz. Necha oy bo'ldi sizlar bor kelganlarga? 8 oy? 8 oy o'tib ketdimi darrov? Yaqinda Dehlida yuradilar. Qarashir aka. Donor qalay donor? O'g'lingiz. Qayerga ketdi u? Bishkekka? Ishlaganimi yo dam olganimi? Nima ishlatasizlar donorda? U yerga olib yotish kerak uyda. Qayerda, qaysi klinikada operatsiya bo'ladinglar? Fortisda. Doktor ismi nima doktorlaringni? Voh. Mana shu doktormi? Ha, maşallah. Tanıyapsizlar o? Ha, yaxshi. Jigar berganida o'g'lingiz, ha? O'g'lingiz necha yoshida? 26 yosh. 26 yoshida. Qarang, 8 oy. Yaqinda aeroportda turuvdinglar. Qachon operatsiya bo'lamiz deb telefon qilyotgandinglar. Ha, yaxshi. Aya holat yaxshimi? Og'riqlar, unaqa narsalar yo'q-a? Haligi nima deydi? Yangi jigar qo'yildi mana, baribir sizdagi jigarlarni olib tashladi batamom. O'tam ketdi, jigar ham ketdi. Hech bir bilinmaydimi?
Ha? Mana qo'shni ayollar bor, ha? Ovsinlar, qarindoshlar, bemalol to'ylarda, marosimlarda ko'rishib yuribsizmi? Nima yesa yeysiz, to'g'rimi? Nima ichsa ichasiz. Haligi bosh og'rib, isitma, gripp unaqa narsalar yo'q, ha? Ular ham hayron qolishayotgandir qo'shnilar ham, ha? Jigar almashtirganga o'xshamaysiz deb, ha? Voy, mashalloh. Alisher aka, mana o'z xo'jayinisiz. Sizga qaysi tomonda masalan seziladi? Dangasa bo'lib qoldimi yoki o'zi aytmayaptimi kasalligini? Unaqa narsalar yo'qmi? Ha? Yaxshi. Haligi masalan, endi erkak kishimizda ovqat qil deymiz, kir yuv deymiz, non yop deymiz. Yo men jigar almashtirganman, unaqa narsalar qilmayman demaydimi? Shipillab ketaveradi. Ha, barakalloh. Ha, rahmat. Kanalimiz a'zolari bu Alisher aka, Iqboloy opa Fortis klinikasida aynan doktor Vivekovichni qo'lida jigar almashtirishdi. Opani ahvoli og'ir edi, Alisher aka, avval juda ham og'ir edi. To'g'risi zo'rga men mana endi 8 oydan keyin qo'rqmay aytaveraman. Bu yetib boralarmikan deb o'dim to'g'risida. Chunki haligi boshdan o'tgan tabib o'zim shuni boshimdan o'tkazganman-da. Opani qiynalayotganini ko'rib, to'g'ri sizlarga ham aytmadim. Ikki quloqim, ko'zim shu Hindistonda bo'lganda, Iqboloy opa tinchmikin? Telefon qilmayapti Alisher akam deyman. Mana Xudoga shukr 8 oy. Bu degani siz operatsiya bo'lib kelganingizda tug'ilgan chaqaloq 8 oylik bo'ldi endi u. Shundaymi? 8 oylik bo'ldi degan. Bu katta vaqt bu. Ilohim shifo bergani chin bo'lsin. Mana yangi kasallar kelyapti, jigar perisatga bo'laman deb. Ularga Iqboloy opa nima degan bo'lardingiz? Qo'rqmay boringlar deysiz-da? Boringlar. Mana kasalni oldindan bilgan bo'lsa borsin. Qo'rqmasin. Qo'rqmasin. Yaxshi ekan Hindiston, Xudoga shukr, Allohga shukr. Mana yangi hayotga qaytdik. Barakalloh. Allohga shukr. 31-yanvar kuni o'g'limni hijroatini ashi kuni operatsiyaga kirdik. Voy, mashalloh. Nevara ko'rdingizmi? Yo'q, o'g'lim hijroatga 31-kuni tug'ilgan. Ha. Ko'pchilik masalan cho'chiyapti-da, ana boraman deydi. Tabibga boryapman, doktorga lecheniya olyapman deydi. Men aytaman, "Yo'q, xato." Tabibga bordim men. Borganmiz? 3 yil qatnagansiz. Keyin Toshkentdagi firmada dorilarni ham ichdim, 1 yil ichdim. Toshkentdagi firmadan dorilarni ham. Dorilarni. Voy. Donasi, bir donasi 700 ming, ukolini 100 ta oldim. 100 ta oldim. Donasi 700 minglik doridan 100 ta olgansiz. Ukolidan. Pul ham ko'p edi ekan-da, Alisher aka. Bizga haligi nochorga o'xshab ko'rinardingiz aka. Rahmat, kelinayam uchun sarflabsiz, rahmat. O'rnini Xudoyim ziyodasi bilan to'ldirsin, Xudo xolasa. Demoqchimanki, vaqt o'tib ketsa, kasallarda o'zlariga ham qiyin. Ha, qo'shimcha kasalliklar mana pul to'lashyapti, oshiqcha. Kimdir infeksiya bilan, kimdir Xudo ko'rsatmasin, o'sma bilan borib qolyapti. Vaqtida borib qutulib olgan yaxshi ekan, ha? 4 yil oldin eshitganimda ashuna borasdim. Unda menga doktorlar aniqni aytmaydi, yurishaverdida yaxshi bo'lib ketdingiz, Ha. Jigar demaganda. Jigar demaganding. Ha. Siz yaxshi bo'lib ketdingiz dedim. Oxiri o'zim aytdim. Men Hindistonga boraman jigar perisatga. Ha. O'z dilingizga solganda Xudoyim. Ha. Lekin vaqtida borgansizlar, ha? Mana doktor Vivekovich haqida nima deya olasiz? Haqiqatan bu kishi oltin qo'l sohibi unvoniga ega bo'lgan. Haqiqatan shunaqa ekanmi? Shunday ekan. Ha? Allohga shukr. Vrachimizga ham umrlar uzoq bo'lsin. Ha, rahmat. O'xshagan bemorlarni shifosini topsin shu kishilar. Ha, sababchi bo'lib qolsin. Sababchi bo'lib qolsin. Ha, yaxshi, barakalloh. Iqboloy opa, mana gap kelib qoldi. Tarjimonlar haqida nima deysiz? Sizlarga qanday qaradi mana? Tarjimonlar yaxshi qaradi. Yaxshi qaradimi? Xudoga shukr. Bir kamchilik bo'lmadimi? Yo'q. Endi qo'rqmay aytavering, 8 oy bo'ldi. Soyibxonam yo'q to'g'risi. Yo'q, yaxshi, Xudoga shukr. Allohga shukr. Tarjimonlarga ham rahmat. Umrlar uzoq bo'lsin.
Panjalar sog' bo'lsin. Hali oshiqcha pul so'rab, Alisher aka unaqa narsalar bo'lmadimi? Boshqa pul so'ragan, shu to'langan, aytgan narsalarni to'lab, doktorni o'ziga to'laganmiz. O'ziga hech oshiqcha Kassasiga to'lab ish bo'laverdi. Chiqarib Keyin taksilar mana klinika, gastnitsaga taksilar qo'yib berdimi? taksilar qo'yib bergan. Ya pul oldimi sizlardan? Yo'q. Ha? Hozir aytaveringlar, men darrov o'ndiraman-da ularni. taksilar to'plab olib borar ekan. Ha, kasallarni. Biz tezroq borib nima qilaylik, o'zimiz yurgan kunimiz ham bo'ldi chiqib. Ha. To'plab borguncha ertaroq kelib o'taylik. Ha, yaxshi. Mana hozir sizlar bilan shu yerda 8 oy oldin ishxonamiz haqida tanishtirgan edim sizlarni. Mana shu Subhash Gupta, Vivekevich, Abidev. Sizlar endi aynan doktor Vivekevich tanladinglar. Demoqchi bo'lganki, tanlab xato qildinglarmi yo xato qilmadinglar? Yaxshi. Doktor Vivekevich haqiqatan kuchlik oltin qo'l sohibi. Hozir juda ham ko'p kasallarimizdan talablar bo'lyapti. Hammasi ham shifo topsin. Xudo xolasa. Yana bitta narsa, mana bu yerda mablag'larni aytdik. Ha, Fortisga nech pul ketadi, analizlarga nech pul ketadi. Aytaylik, gastnitsalar. Biz bu yerda aytganlar hammasi bo'ldimi yo qo'shimcha to'ladinglarmi agar bor? Qo'shimcha bo'lgan yo'qasi 22,5 ming deb aytilgan, shuni to'lab. Shunday bo'ldi. Analizlar ham xuddi o'shanday. Rahmat, qimmatbaho vaqtinglarni ayamasdan shu yana tashrif buyurib, men to'g'risi bugun ham mana juda ham ko'p kasallar keldi, ayniqsa Qirg'izistondan. Mana Iqbol opa yaxshi gaplarni gapirdingiz. Haligi namozda ham aytamiz-ku, vaqtiki bir manas. Hamma narsa vaqtida bo'lgani yaxshi ekan, ha? Shu narsani aniqladimi? Doktor gepatolog masalan jigarni almashtir dedimi? Tezda borib qutulib olgan yaxshi ekan. Sog' bo'linglar, umrlar uzoq bo'lsin. Endi bundan buyog'iga hajlarga, umralarga, labbaykalarni aytib, bizni ham chaqiringlar, borib zamzamlar ichib, mazza qilib mehmon bo'lib kelaylik. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Rahmat. Rahmat. Salomat bo'linglar. Rahmat. Mana bularni xursandchiligini ko'rib, o'zim ham xursand bo'ldim. Alloh taolo bularga endi o'sha duolarni qildik. Hajlarga, umralarga borsin, er xotin qo'sha qarisin. Nevaralari, chevaralari ko'p bo'lsin. Nima deb qolaman? Iqbol opani bitta gapini eshitdinglar. Nima deb tavsiya qilgan bo'lardingiz desam, vaqtida boringlar deyapti. Hurmatli bizni kanalda kuzatuvchilar, jigardan muammo bormi sizda? O'zingizni shahringizda doktori, o'zingizni rayoningizda, o'zingizni viloyatingizdagi gepatolog sizga tavsiya qildi. Jigar sirrozga aylanib bo'lgan. Buni almashtirishlik kerak dedimi? Harakatni boshlang. Kim tabib? Boshidan o'tkazgan tabib. Men bu narsani boshimda o'tkazganman. Mana ahvol. 130 kilo vazn, qorinlar ishgan, qorataloq ishgan. Endi kasalni ko'zingiz oldiga keltirasiz, buni faqatgina boshda o'tkazgan odam biladi. Mana 5 yil bo'ldi alhamdulillah, men o'zim jigar almashtirib kelganman. Ko'p takrorlayman shuni, yana kelib qoldi. Niyat qilganman, agar oyog'im sog' yerga tushadigan bo'lsa, qo'limdan kelganicha shu kasallarga yordam beraman deb. Mana alhamdulillah qonuniy firma orqali qo'linglarga bemorlarning qo'llariga, ya'ni hujjat taqdim qilyapmiz. Bularga pechat, imzolarni qo'yib beryapmiz. Ishxonamizdan nima va'da berilgan bo'lsa, Hindiston Dehlida shunday bo'lyapti. Shuning uchun mana bu qo'yilayotgan raqamlar, shaxsan o'zimni telefon raqamlarim, bemalol murojaat qiling. Bemalol. Hattoki siz Dehliga qo'lingizdagi hujjat bilan uchib ketsangiz, eng birinchi o'rinda oilangiz xotirjam bo'ladi. Qarindoshlaringiz, quda-andalar, diyori do'stlaringiz xotirjam bo'ladi. Nimaga? Qo'lingizda qonuniy hujjat bor. Bizi O'zbekiston Respublikasida qonun ustuvor, jazo muqarrar. Alloh haq subhanahu va taolo yurtimizdan borayotgan barcha bemorlarni komil va mukammal shifosiga sababchi bo'laylik. Sog' va salomat bo'ling.